Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi asosida amalga oshirilayotgan inson qadrini ulug'lashga qaratilgan ishlar ko'makka muhtoj fuqarolarning ijtimoiy ahvolini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Xuddi shunday Jizzax viloyatining Yangiobod tumani hokimligi tomonidan 20 nafar bolajonlarning sunnat to'ylari o'tkazib berildi. Xalqimiz azaldan o'zining bag'ri kengligi, saxovatpeshaligi va mehr muruvvatliligi bilan muhtojlarga ko'mak qo'llarini tutib kelishgan. Ana shunday insoniy fazilatlar Yangiobod tuman hokimligi hamkor tashkilotlar tashabbusi bilan kam ta'minlangan va temir daftar ro'yxatiga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning 20 nafar farzandlarining sunnat to'ylarida yana bir karra ko'zga tashlandi. Xayriya sunnat to'yida mas'ullar bilan birga mahalla faollari va to'y bolalarining ota-onalari, yaqinlari ishtirok etishdi. Ularning quvonchiga sherik bo'lib, jajji bolajonlarga sovg'alar ulashildi. Jajji o'g'lonlar xotirasida abadiy saqlanib qoladigan bu kabi ezgulik tantanalari yaxshilik, mehr-muruvvat ramzi sifatida ham xalqimizning mamnunligiga bir debocha desak xato emas. Ko'pning e'tirofi va faxriylar duosi bilan nishonlanadigan bunday xursandchilik kunlar ayniqsa ota-onalarning ham quvonchiga quvonch ulashadi. Bugun bolachalarning kayfiyati shunaqa chiroyli, ular sovg'alarni olishdi. Shunaqangi bir ko'tarinki kayfiyatda bo'lishyapti. Ota-onalar ham, shu bizning ortimizdan kelgan hamma mehmonlar ham hammasida ko'zlarida quvonch porlab turibdi-da. Shunaqangi chiroyli ko'tarinki kayfiyatda o'tiryapti. To'yga bosh qosh bo'lgan hammaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. To'y tantanasi san'atkorlarning ijrosi va sho'x raqslar bilan yanada fayzli, yanada quvonchli o'tdi. Bolajonlarning yuzlarida, ularning kulgularida o'zlariga ko'rsatilgan e'tibordan cheksiz mamnun ekanliklari sezilib turdi. Bundan to'la anglash mumkinki, obod, tinch va farovon yurtga to'ylar, bayramlar yarashadi.